Türkistanlık qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatingizga sunamiz. Buningdan 15 yil ilgari 2009-yili 5-iyul kuni Sharq Turkistonning Urumchi shahrining ko'chalari begunoh Sharq Turkistonliklarning qani bilan bo'yalgan kun. Zalim tajovuzchi Xitoy hokimiyati erkinligidan mahrum Sharq Turkiston xalqining tinchlik bilan haq huquqini talab qilgan namoyishni qonliq bostirgan Sharq Turkiston xalqining o'rlikka erishish ko'rishining odoqcha davomlashganligi tarixga yana bir qatim bitilgan kun. Sharq Turkiston surgundi hukumati 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston tashkilotlarining namoyish tashkillashini Sharq Turkiston xalqining namoyishga qatnashib, Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyat, mustamlika va rəhimsiz irqiy qirg'inchilik qilmishiga qarata nafratini, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga qarata irodasini bildirishni talab qiladi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti, Sharq Turkiston Milliy fondi, Shivsiya Uyg'ur jamiyati 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 15 yilligini xotirlash orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika, ishg'ol harakatini ayblash har qaysi davlat hukumatlari tashkilotlarni Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va mustamlika harakatini oxirlashtirish uchun Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishiga yordam qilishga chaqiriq qilish maqsadida namoyish o'rinlashtirdi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati o'rinlashtirgan namoyish 5-iyul juma kuni Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazildi. Tushdan keyin soat 3da Oqsaroyning oldiga yig'ilib Oqsaroyning oldidan piyoda yo'lga chiqib, chaqiriq va shuarlar bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligining oldiga kelib, axborot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olganligi, mustamlika, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizganligi, eng oxirgi maqsadining assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik yurgizish orqali Sharq Turkiston xalqini taltibis yo'qotib, Sharq Turkistonni abadil abad o'zining zamini qilib olish, paydinpay dunyoning har qaysi joylariga kengayish plani. Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishidan voz kechmaydiganligini, dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar, har qaysi tashkilotlardan Sharq Turkistonning mustaqillik harakatiga yordam qilishni, Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Tibetga qilgan muomalani Sharq Turkistonga qilib, Sharq Turkiston ishlari uchun bir moslashtiruvchi turg'izishni, Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilishni talab qiladiganligini, axloq va qonuniy majburiyatini ado qilib Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatini javobgarlikka tortishni va Uyg'ur siyosiy qonunini ma'qullikdan o'tkazib ijro qilishga chaqirdiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Namoyish tushdan keyin soat 5gacha davomlashdi. Shivsiya Uyg'ur komiteti o'rinlashtirgan namoyish 6-iyul shanba kuni tushdan keyin soat 2dan 4gacha Shivsiya parlament binosining oldidagi Mintoriyat maydonida o'tkazildi. Axborot e'lon qilinib, Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz besib olib, Sharq Turkistonda ishg'ol, mustamlika, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizganligi, Sharq Turkiston xalqining haq huquqiga erishishining birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, Sharq Turkiston xalqi uchun vaqtning qisqa ekanligini, Shivsiya hukumatini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi hukumat va ommaviy tashkilotlarning Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirish harakatiga yordam berishini talab qilganligi bayon qilinadi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining 5-yil Urumchi qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan namoyish o'rinlashtirish ahvoli matbuotlarda xabar qilindi. 2-iyul kuni ANI xabar turi va Print xabar turida Sharq Turkiston Milliy harakati Sharq Turkiston Milliy fondi bilan hamkorlashib 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligini xotirlash orqali Xitoyning Sharq Turkistonda davom qildirayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat qilmishiga qarshi ahamiyatli harakat qo'llanishni talab qilish maqsadida 5-iyul kuni Oqsaroydan Amerika Tashqi ishlar ministrligigacha yurish planini e'lon qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati bu qatimqi namoyishning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat qatorliq saqlanayotgan masalalarga diqqatni markazlashtirishni maqsad qilganligini e'lon qildi. Ular Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Sharq Turkiston uchun bir moslashtiruvchi turg'izishni, bu faoliyat orqali Amerika hukumatining ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoiy qilmishlarining oldini olish va jazolashdagi axloqiy va qonuniy majburiyatini ado qilishni talab qiladi. Namoyishni tashkillovchilar Sharq Turkistonning Tibetga o'xshash ishg'ol qilingan territoriya sifatida rasmiy e'tirof qilinishini tashabbus qiladi.
Ular Amerikaning Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatiga qarata axloq va qonuniy mas'uliyatini jiddiy ado qilish kerakligini ta'kidlaydi. Bu namoyish Xitoyning Sharqi Turkistonda sodir qilayotgan insoniyat krizisini hal qilish chorasini tepish uchun o'rtaq xalqaro diqqat va harakatga chaqiriq qilishga vakillik qiladi. Shundaqla kun sayin kuchayayotgan yer shari andishisini gavdalantirib, kishilik huquqni ilgari surish va Osiyo Tinch okean rayonidagi jug'rofiyalik siyosiy xiristlarni hal qilish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishga chaqiriq qiladi. Shvetsiya Uyg'ur komiteti ijtimoiy tarmoqlarda Xitoy kompartiyasining rayimsiz zulmini gavdalantirdi. Xitoy kompartiyasining rayimsiz ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligi, shundaqla kishilik huquq dafsanchiligini aybladi deyildi. Yaqında Şərqi Türkistan Cumhuriyeti sürgündə hökumətinin Cumhur rəisi doktor Məmtimin Əli Əfəndinin kileşiləştirişinin xətərləri Uyğur irqi qırğınçılığından elindiğən açıq savaqlar degan maqalası Avstraliyadakı Tor jurnali Tor fikirlərində e'lon qilindi. Maqalada avtor irqçilik bilan terrorizm huquqlarini xalqaradagi ikki cho'ng zo'migar huquq deb ataydi. Bu ikki huquq o'z navbatida boshqalar tarafidan eng ko'p iste'mol qilinadigan kelishlardir. Ya'ni boshqalarni qashqilaydigan huquqlardir. Avtorning qarashicha, bu jihatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan Amerikadagi bir qism aşırı aksil irqchilarning qarashlari odamni ansirtadigan o'rtoqlikqa ega. Masalan, Xitoy hukumati 2001 yili 11 sentabrda Amerikada yuz bergan terrorizm hujumlarini suiiste'mol qilib, Uyg'urlarning o'ziga qilgan qarshilik harakatlarining hammini terrorizm tayiqi bilan haydab keldi. Bu orqali Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berishning hozirligini qildi va oxiri Xi Jinping rahbarligida 2016 yildan tortib Sharqi Turkistonda necha yuzlagan jazo lagerlarini qurib, Uyg'urlarning miyasidagi terrorizm virusini atalmish qayta tarbiyalash orqali davolamoqchi bo'ldi. İnsoniyatga qarshi qilingan bu jinoyatlarning eng muhim alohidaligi biologiyalik belgilashchanlikdir. Ya'ni Uyg'urlarning hammasi mayli kim, mayli qancha yosh bo'lishidan va mayli qanday kasb bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar terrorizmga mayil deb oldin ola bekitib olishdir. Bu orqali Uyg'urlarning hammini jazolash obyekti qilish va ularni bir xalq sifatida umumyuzlik yo'qotishni ishga oshirishdir. Buningda Uyg'urlarning hammasi terroristdir degan bir oldingi shart, ya'ni kileshi bor. Uyg'urlar bundan qancha qilsimi qutulolmaydi. Bu kileshi xuddi ularning bo'yniga silingan sirtmoqqa o'xshaydi. Ular qocholmaydigan ham qechishga uringan siri shuncha chingib ularning jinini oladigan. O'xshash usulda Amerikadagi ba'zi aşırı aksil irqchilar xuddi Uyg'urlarni terrorchi qilishda qo'llanilgan biologik belgilashchanlik usuli bo'yicha barliq aqtalliklarning hammasi irqchi degan qarashni bozorga silyotidi. Kimki bu qarashga qarshi tursa, uni dal irqchi bo'lg'achqa qarshilik ko'rsatyotidi deb ayblayotidi. Aqtalliklar irqiy inson tarixidagi bir rak degan qarashni 1970-yillari bozorga solgan. Ularning qarashicha, irqchilik aqtalliklarning vujudlariga singib ketgan. Aqtalliklar o'zidagi bu tug'ma irqchilikni to'liq va oshkora e'tirof qilmaydi ekan. Irqchilik tugamaydi. Bu Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bir butun millat sifatida lagerlarda tova qildirish, yo'q jinoyatini iqror qildirish va partiyaning kamchilik qilishiga yelindirishdek qabih qilmishlarga o'xshab ketadi. Uning ustiga xuddi Uyg'urlarning bo'ynidagi sirtmoqqa o'xshash bundaq kelishini rad qilgan siri uningga qaratilgan hujum texmo adaydi. U texmo irqchi deb taniladi. Avtor maqolaning oxirida shunday xulosa qiladi-ki, Uyg'urlarning beshiga kelgan tragediyalik qismatdan ochiq savoq shuki, bir butun xalq ma'lum bir keleshi bilan umumyuzlik qaralansa, uning oqibati bexatarlik bo'ladi. Shunga agar Amerikada irqlar o'rtasidagi ziddiyat o'zaro apuchanlik va yorishishni emas, balki bir butun irqni kollektiv holda irqchi deb qaralashni to'xtatmasa, uning oqibati o'xshashla xatarlik bo'ladi. 8-navbatlik Xitoy Yevroasiyo yarmankasi 26-iyun kuni atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining Urumchida boshlangan. Xitoyning sirtqa qarta ochilgan suani CGTN xabar torining 28-iyun kunidagi xabariga qaraganda, bu qatimqi yarmankaga 50 davlat, rayon va xalqaro tashkilotlardan kelgan 1900 dan ortiq kishi qatnashgan. 6000 xil mahsulot ko'rgazma qilingan. Amerikaning Barstow shahar boshlig'i Dr. Paul Anthony Courtney va Amerika Xitoy elektronlik savdo uyushmasining vakillari qatnashgan bo'lib, Xitoyning madaniyat almashtirishini ilgari surishdagi tirishchanligiga yuqori baho bergan hamda ko'rgazmadan dunyoning o'rtaq foyda oladiganligini ko'rsatgan.
Sharqi Turkiston surgundi hukumatining Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi Kaliforniyaning Barstow shahri boshlig'ining ishg'ol qilingan Sharqi Turkistondagi Xitoy ko'rgazmasiga qatnashishi davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini nomussizlarcha qo'llaganligini majburiy emgakka selish orqali umumyuzlik nazarband qilish va qo'l qilishga sal qarganligini tushundirdi. U demokratiyani emas, mustabidni qo'llaydi. U Uyg'urlarga emas, balki Amerikaning prinsiplariga xiyonat qildi dedi. Angliya Amerika shoiri Odinning bu so'zlari hali ham qimmatlik. Uning deyishicha, shoirning faqat birla siyosiy burchi bor. Tilini buzilishdan qo'g'dash. So'zlash tafakkurning onasi. Agar u buzilsa, kishilarning o'zi anglayotganlarga bo'lgan ishonchi tuvallaydi. Bu zo'ravonlikqa elib boradi. O'zimizga kelsak, ilgari boshqalar tarafidan deyilganidek, til buzilsa, dil buziladi. Dil buzilsa, uni so'zlaydigan xalq buziladi. Xalq buzilsa, uning hamma narsasi buziladi. Oqibat zo'ravonlik avj oladi. Kunimizda Xitoy mustamlakachilari vayron qilayotgan tilimizni bizmo ongsiz vayron qilyapmiz. Tilimizning ishlatilish doirasi ziyoda torayotdi. So'zliklar oddiylashyapti, kundaliklashayotdi va cho'paylashtiryapti. Til o'zaro aloqamizning vositasi bo'lishdan qelyapti. U faqat kun sayin yakkilashayotgan bir to'pluqning dasturxon ustidagi aloqalashishning vositasiga aylanyapti. Uning ustiga texmo ansirtarligi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nurg'un so'zlarni kuchsiz qilyapti va hatto o'ltirdi. Masalan, biz bu kalimalarni borgan sari kam anglaydigan bo'lib qelyapmiz. Adolat talab qilish, butun saf bo'yicha Xitoyga qarshi turish, Xitoyning qotilligini surishtirish, yo'qotilgan xalq uchun hisob so'rash. Аңсыз bir turda tilimiz qarshilik ro'yini ifodalashdan qilib, qarshilikdan qilishni oqlashga ishlatilyapti. Qotillikni yoshirin qabul qilish va uni unutib olishga xizmat qilyapti. Texmi to'g'risi tilimiz bizning kollektiv qo'rqinchimizni yoshirin oqlashga xizmat qildirilyapti. Osiylikqa majburlanyapti. Demak, tilimiz tashlanyapti, aynayapti. Safarbarlikka keltirish kuchidan qilyapti. Qisqasi, qo'rqinchli bir tarzda buzilyapti. Sharqi Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.